Endi aziz do'stlar, men bitta nima qilmoqchiman. O'zbekistonliklar bugun bayramni faqat o'zbekistonliklar emas, xorijdagi o'zbeklar ham nishonlashyapti. Men ana shular orasidan Shvetsiyada istiqomat qilayotgan Po'lat Oxunov degan sobiq SSSR xalq deputati Andijondagi maktablarning birida o'qituvchi bo'lib, siyosat maydoniga kirib, ko'tarilib ketgan Gorbachyovlar bilan, Yeltsinlar bilan, Popov, Gavril Popov va boshqa o'sha taniqli siyosatchilar bilan bir guruh tuzib, Moskvada juda nom taratgan, keyin Islom Karimov tarafidan urib borilgan talantli odamlarni Islom Karimov qo'rqardi. Yoniga haligi davlat mamlakatda qoldirishga chetga chiqib ketgan. Ana shu, lekin chetda ham juda ko'p muxolifatga o'tgan, lekin chetda yashayotgan juda ko'p kishilar bor. Ular bugun Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan yaxshi o'zgarishlarni to'g'ri qabul qilishgan va ular O'zbekiston haqida hamisha, masalan, Po'lat Oxunov Shvetsiyadagi parlamentlarga a'zo odamday juda yaqin, siyosiy guruhlarning rahbarlari bilan aloqasi yaxshi, siyosiy parlament debatlarida bu kishi taklif qilinadi rasmiy va Shvetsiya parlamenti a'zolari safida davlatlarga, jumladan O'zbekistonga ham bu kishi juda ko'p safar qiladi. Demoqchimanki, xorijda ham O'zbekistonda bugun Mirziyoyev olib borayotgan siyosatni to'g'ri tushungan, uni qo'llab-quvvatlayotgan vatandoshlarimiz juda ko'p. Po'lat Oxunov O'zbekistonga do'st yigit. U dushman emas. Prezidentni tanqid qilish mumkin, davlatimizda u yoki bu yo'nalishini tanqid qilish mumkin chin yurakdan. O'zbekistonning yaxshi bo'lishini istab, sog'lom tanqid qiladigan, lekin aksariyat hollarda qo'llab-quvvatlab, ularni faoliyatini mana shu xorij yurtlarda, xususan Po'lat Oxunov Shvetsiya davlati, hukumati a'zolari orasida O'zbekistonning bugungi imijini ko'tarish bilan shug'ullanadi. Tanqid qilish bilan birgalikda. Ana shu Po'lat Oxunov kecha men Facebookda bitta nimasini ko'rib qoldim. Qizim dedilar 18 ga to'ldi. Endi bu 2 yil oldingi nimani Facebook qaytarib e'lon qilyapti. Shunda onalari aytar ekan, buvilarimi, onalari Andijonda bolam nima bola tug'ilgan bo'lsa, qizing tug'ilgan bo'lsa bitta daraxt ekib qo'y degandilar. Men ekkan daraxt mana bugun 18 yil bo'ldi, qizim 18 ga to'ldi. Mana bugun o'sha daraxt deb men yuragimga juda ta'sir qildi yaxshi ma'noda. Po'lat Oxunovni mana shu aya deydilarmi, oppo dada deydilar Andijonda bobolarni, otalarni, yoshi ulug' kishilarni. Ana shu ayajonlarini, buvijonlarini aytganlarini qilib, qarang 18 ga to'libdi qizi va daraxt 18 yil oldin onalarini maslahati bilan ekilgan daraxt ham binoyiday bir daraxt bo'libdi. Ana shu narsa menga juda ta'sir qilib, men o'sha daraxtni, o'sha narsani o'qib bermoqchi edim, keyin men uni ko'chira olmadim, lekin hozir xotiramda qoldi, shuni aytayapman. Va Po'lat Oxunovni juda ko'p farzandlari o'sha Shvetsiyada erga tegib, uylanib, turmush qurib, baxtli, saodatli bo'lib ketgan. Ana shulardan bitta nabirasini Birlashgan Arab Amirligidan bobojoniga yuborgan videosini men bugun sizlarga qo'yib berishga. Assalomu alaykum babajon, yaxshimisiz? I miss you so much, and I've been reading the book O'tgan kunlar, Bygone Days, and I read it 80-70% of the day. I love the book so much, and when I'm reading it, it's like I'm imagining that I'm there, I'm looking at them and they're doing whatever it's told in the story while reading it. So when you said that you're going to test me in the book, I got scared and I wrote down chapters. So this is chapter 1 and 2, the summary of O'tgan kunlar. And here is chapter 3, Back in Love. It's the summary, and chapter 4, summary, and so it goes. And I'm trying to finish the book as much as I can, and hopefully I'll finish the book soon. Qarang endi, shunday ajoyib qizcha, bu Po'lat aka bu nabirasiga O'tgan kunlar kitobini sovg'a qilib, o'qigin, men so'rayman sendan deb hazillashib aytib qo'yuvdim deydi Po'lat aka. Lekin bu qizcha shu kitobni o'qib, konspektlar qilib, ingliz tilida mana haligi qilayotganlarini hayajon bilan aytib beryapti. Po'lat Oxunovday
betakror iste'dod sohibasi bo'lib yetishsin bu qiz. Vrach bo'ladimi, kim bo'ladi, baxtli, saodatli bo'lsin iloyim. Po'lat aka, agar siz meni ko'rib turgan bo'lsangiz, men mana shu nabirangizga baxt, saodat tilayman. Birlashgan Arab Amirliklarida istiqomat qilar ekan bular. Demak, baxtli, saodatli bo'lishsin farzandlaringiz. Men sizni ishlaringizga chin yurakdan omad tilab qolaman. Po'lat Oxunovni demak oila a'zolariga hammalariga sihat salomatlik tilab, mana bu nabirasi va boshqa nabiralari hammasiga biz oydin kelajak tilab qolamiz va ularni hammasini mustaqilligimizning 32 yilligi bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Dasturimiz davom etadi. Onamni ekkani gul rayhon so'lmaydi deb o'ylabman. Ota-onam hech qachon o'lmaydi deb o'ylabman. Ota-onam ulug' zot, oyda yerda ko'kda yo'q. Bu dunyodan o'tar bo'lsa, tosh haykaldan foyda yo'q. Ko'nglim uchun jon bolam, boshlaringda ko'targin. Dinlaringga zavq berib, doston qilib kuylagin. Tik boqmagin ko'zimga, didam toshdek qotmasin. Qarab qo'ysam jon bolam, u bolangdan qaytmasin. Men tirikman jon bolam, o'rdak quyon otib o'lganimdan so'ng meni arpa unga sotib qornim otsa jon bolam, saryo bilan siylagin. Yon boshlasam jon bolam, faryod qilar tashlagin. Bir kuni men ham yashab bu dunyodan o'tarman. To'rt oyoqli yog'och otda manzilimga yetarman. Onamni ekkani gul rayhon so'lmaydi deb o'ylabman. Ota-onam hech qachon o'lmaydi deb o'ylab